Assalomu alaykum. Bugun Meckel divertikuli haqida gaplashamiz. Meckel divertikuli bu rivojlanmay qolgan bir ichakcha, xuddi ortiqchaga o'xshagan bir bo'lakcha bo'lib qoladi. Xuddi shuning yallig'lanishi natijasida kelib chiqadi. Odatda bu bo'lakcha ingichka ichakning oxirida yuzaga keladi. Bu aholining juda ham kam qismida uchraydi. Taxminan 2% aholida uchraydi, lekin ko'pchilikda hech qanday simptom bermaydi. Umr davomida bilmasdan yashab o'tib ketishi ham mumkin bu odam. Qachon muammo tug'iladi deyish mumkin. Divertikul yallig'lansa yoki ichak tutilib boshqa ichakka o'ralib qolsa yoki qaysidir qismga kirib qolish natijasida Meckel divertikuliti paydo bo'ladi. Ya'ni yallig'lanish yuzaga keladi. Belgilari qorin og'rig'i va bo'ladi va u ko'pincha appenditsga o'xshagan o'ng yonbosh sohada yuzaga keladi. Ko'ngil aynishi, qusishi, ba'zida qonli ich qotishi va ichak tutilishi bilan birga kelishi mumkin. Lekin buni diagnostikasi qiyinroq hisoblanadi. Odatda ko'pchilikda diagnostika qilishda Meckel divertikulni maxsus Texnetsi 99 degan radioaktiv moddasi bo'ladi. Bu zararsiz, lekin o'sha bo'tqaga o'xshagan narsa aytib turib, shu orqaligina uni aniqlash mumkin va bundan tashqari kompyuter tomografiyasi orqali ham aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Sababi bu tug'ma anomaliya bo'ladi. Ko'pincha biror boshqa ichak kasalligi bilan bog'lanmaydi. Tug'ma anomaliya, lekin zararsiz bo'lishi mumkin ko'p holatlarda. Asoratlarga keladigan bo'lsak, albatta buni ichak tutilib qolishi mumkin, ya'ni buralib qolishi yoki qaysi ichakka kirib qolishi, yirtilishi esa muammoni kattaytiradi, peritonitga olib kelishi mumkin. Gastrointestinal, ya'ni oshqozon ichak sistemasidan qon ketish belgilari ham bo'lishi mumkin. Ba'zida bu boshqa kasalliklar bilan adashtirib yuborishi mumkin. Misol uchun gemorroy, chunki qon chiqyapti yoki oshqozon yarasining qonashi bilan ham adashtirish mumkin. Faqatgina tekshiruvlardagina buni aniq tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Davolash usuli esa faqatgina jarrohlik, divertikulitni olib tashlash, ya'ni divertikul ektomiya talab qilinadi. Operatsiya turi ochiq yoki laparoskopik usulda bo'lishi mumkin. Yallig'langan holda tezkor operatsiya amalga oshirilishi kerak. Nima uchun vaqtli operatsiya muhim? Agar u kechiksa, u nekrozga uchrab chirishi va peritonit va hayot uchun xavfli bo'lgan boshqa kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.